qotillikkacha qo'l urishi mumkin. Hayot tugadi men uchun. To'yimga yetdi-ku qoladi aka. Giyohvand moddaga o'tirib qolyapti. O'sha insonda qaramlik vujudga keladi. Giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishdan boshqa dardi bo'lmaydi. Tahdid qila boshlaydi. 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Bugungi dasturimizda sizlarga giyohvandlik vositalari, ayniqsa kimyoviy usulda tayyorlangan giyohvandlik vositalarini zararlari haqida gapirib o'tmoqchiman. Avvallari giyohvandlik vositalari tabiiy usulda yetishtirilardi va ikkita shaxs bir-birini ko'rgan holda uning savdosini amalga oshirishar edi. Jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari jinoyatni fosh etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalangani kabi jinoyatchilar ham bugungi kunda zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda jinoyatlarni sodir etishmoqda. Ayniqsa sintetik usulda olinadigan giyohvandlik vositalari bugungi kunga kelib jamiyatning dolzarb muammosiga aylandi. Sababini tushuntirib beraman. Sintetik usulda olingan giyohvandlik vositalarini agar shaxs bir marotaba iste'mol qilsa, o'sha zahoti o'sha insonda qaramlik vujudga keladi. Ya'ni sintetik usulda olingan giyohvandlik vositalari tanani to'liq egallab oladi. Ushbu shaxs qaysidir ma'noda manqurtga aylanadi. Ya'ni giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishdan boshqa dardi bo'lmaydi. Fikri zikri faqatgina o'sha narkotikni topishda va iste'mol qilishda. Buning jamiyatga yanada yomon tomonini men sizlarga aytib bersam. Giyohvandlik vositasini topish uchun qo'lidan kelgan barcha xunrezliklarni qiladi. Masalan, o'g'rilik, firibgarlik, talonchilik, hatto qotillikkacha qo'l urishi mumkin. Giyohvandlik vositalarini iste'mol qilgan shaxs oilasini ham unutib yuboradi. O'zini jarga yetaklab borayotganini aslo his qilib ko'rmaydi. Bugungi kunda ayniqsa yoshlar o'rtasida giyohvandlik vositalarini iste'mol qilish juda ham rivojlanib bormoqda. Ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda zamonaviy dunyoda ota-onalar farzandini nima olib yurganiga e'tibor bermayapti. U yonida giyohvandlik vositalarini olib yuribdimi yoki boshqa turdagi tabletkalarni saqlayaptimi? Deyarli umuman ish yo'q. Nazorat yo'q. Nazoratsiz qolgan farzand esa giyohvandlik vositalariga mukkasidan ketyapti, giyohvand moddaga o'tirib qolyapti. Va undan keyin o'sha giyohvandlik vositasini topish uchun turli jinoyatlarga qo'l uryapti. Hurmatli ota-onalar, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi sizlarni ogohlikka chaqiradi. Farzandingizni nazoratsiz qoldirmang. Uni yonida bo'lgan sumkasi, shaxsiy buyumlarini ko'zdan kechiring. Telefonida kimga pul o'tkazgan yoki ovloq joylarning geolokatsiyasi bormi yo'qmi qat'iy nazoratdan o'tkazing. Agar giyohvandlik vositalariga mukkasidan ketib, agar farzandingiz giyohvand bo'lib qolgan bo'lsa, zudlik bilan o'sha shifokorlarga murojaat qilishni tavsiya etamiz. Kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshi albatta. Endi giyohvandlik vositalarini tarqatish, sotishga to'xtalsak. Kimdir ish qidirib internetga e'lon beradi. Mo'maygina daromad haqidagi e'lonni ko'rib, ish beruvchi bilan bog'lanadi. Avvaliga nima ishligini surishtirmasdan mo'maygina pul evaziga rozi bo'ladi. Jinoiy guruh rahbarlari ishga olayotgan shaxsni, ya'ni zakladchiklik qiladigan shaxsni shaxsiy ma'lumotlarini birinchi galda qo'lga kiritadi. Ya'ni pasport nusxasi yoki bo'lmasam ID karta, yashash joyi, telefon raqamini qo'lga kiritadi. Bu nima uchun kerakligini keyinroq tushuntirib beraman. Giyohvandlik vositalarini tarqatishga rozi bo'lgan shaxsga qanchadir miqdorda giyohvandlik vositalarini beradi. Bu 1-2 marta tarqatib ko'radi, pulni ham oladi. Lekin uni giyohvandlik vositasi ekanligini bilgandan so'ng ortga qaytmoqchi bo'ladi. Shunda shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritgan jinoiy guruh rahbarlari sakladchiklik qilib yurgan shaxsga tahdid qila boshlaydi.
Sen haqingdagi barcha ma'lumotlarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim qilaman va sen qamalib ketasan, deydi. Yoki bo'lmasam, seni oldinga odam yuboraman va seni yaxshilab kaltaklashadi mazmunida tahdidli so'zlarni yozib yuboradi. Bundan qo'rquvga tushgan shaxs esa o'sha jinoiy xatti-harakatlarni davom ettirishga majbur bo'ladi. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz giyohvandlik vositalarini tarqatishiga rozi bo'lmang. Telefon apparatini yaxshilab ko'zdan kechiring. Yonida izolenta, zip paketlar, shunga o'xshagan buyumlar, telefonida ovloq joylarning rasmlari bo'ladigan bo'lsa, bu jarayonga zudlik bilan nuqta qo'yish shart. Sababi, agar giyohvandlik vositalarini tarqatish davomida qo'lga tushadigan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasiga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz mo'maygina pul evaziga giyohvandlik vositasini tarqatishga rozi bo'ldingizmi, siz qopqonga tushdingiz degani. Hozir men tushuntirib beraman. Boya aytganimdek, ishdan chiqib ketish yo'q, voz kechish yo'q, oxiri qamoq. Biz yaqinda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmat xodimlari bilan tezkor tadbir jarayonida ishtirok etdik. Tezkor tadbir jarayonida 2 nafar shaxs giyohvandlik vositalarini, katta miqdordagi giyohvandlik vositalarini tarqatishda gumonlanib qo'lga olindi. Ularni yashash manzili ko'zdan kechirilganda 1 kilogramm 200 gramm geroin giyohvandlik vositasi topilgan. Pushaymonliklarni yig'lab so'zlab berishdi. Bitta qo'lga olingan gumonlanuvchini 7 kundan keyin to'yi bo'lishi kerak edi. U o'z hayotini barbod qildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ishlamasangiz, xonadoningizdagi biror masalan uylangan bo'lsangiz, ayolingiz bilan qo'rqitadi, ma'lumotlarni olgan bo'ladi, boshqa qiladi. Uyingizda ota-onangiz bilan qo'rqitadi. Bu ishga kirgan odam qaytib chiqib ketishi juda qiyin. Farqi yo'q, u xohlagan joyidan jo'natadi, sizni uyda uxlab qolsangiz, ishga chiqmasangiz, bu kunni jo'natib urib chiqarib yuboradi. Bu ishdan chiqib ketish qiyin bo'ladi. Oxiri qo'lga tushib chiqib keta oladi ishdan. Oxiri qamoq jazosi. Mana shu oy 18-iyulda to'yim bo'lish kerak edi. Unashtirilganman. Hayot tugadi men uchun. To'yimga yetdi-ku qoldi oke. Oxiri qamoq, boshqa iloji yo'q. Hamma qilmishi uchun javob beradi. Hurmatli yurtdoshlar, agar kimda kim giyohvandlik vositalarini tarqatayotgan bo'lsa, sizda bu haqda ma'lumot bo'lsa, zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, xususan ichki ishlar organlariga xabar qiling. Bundan tashqari, Telegram orqali Stop Narkobot orqali ma'lumot bersangiz bo'ladi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz sir saqlanadi. Bundan tashqari, siz mana shu zahri qotilni tarqalishiga qarshi kurashda o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Video haqidagi fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Salomat bo'ling.